Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun börek zaifligi va uning sabablari degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi börek zaifligininki nima ekanligi, uning alomatlarining qandoq bo'ladiganligi, u nima sababdan kelib chiqadiganligi va uni qandoq bir taraf qilish to'g'risida qisqacha bir savod xarakterlik tushuncha berib o'taman. Tövəndə diqqətinglər bu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Börək zaifligi degan vaqtida bu börək kasalliklarininki eng ig'ir bosqichi bo'lib, u har ikki börekning xizmat iqtidorini yo'qotganligidan derak berdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandagidek, bizda shu belning ikki tarafida ikki tal börek bo'ladigan bo'lib, bu agar insonlarda bir börek sog'lom ishlasa, hayotligiga alohida ta'sir yetmaydi. Ammo ikki börek yoki qilib qolgan yolg'iz bir börek xizmat qilishdan to'xtasa, u vaqtida bu börek zaifligi kelib chiqishi mumkin. Börek zaifligi ba'zida jiddiy xarakterlik bo'lib, qisqa vaqt ichida tez taraqqiy qilsa, ba'zida ost xarakterlik bo'lib, uzun mezgildan keyin asta-asta taraqqiy qiladi. Börek sudik ishlab chiqarib, badandagi suv, mineral modda va kislota asos tangpunligini saqlaydigan, badandagi qoldiq va zararlik moddalarni tozalab, badan sirtiga chiqarib tashlaydigan muhim a'zo bo'lib, agar börek zaifligi vaqtida bir taraf qilinmasa, bemorning hayoti ig'ir tahdidga uchraydi. Ondaqda qandoq kishilar yoki qandoq ahvolda kishilar börek zaifligiga oson giribtor bo'ldi degan vaqtida, birinchisi diabet kasalligiga giribtor bo'lgan kishilar. Bo'libmi diabet kasalligiga giribtor bo'lgandan keyin uni yaxshi kontrol qilmagan, o'z voyiga qo'yib bergan kishilar. Ikkinchisi yuqori qon besimi bor va vaqtida qon besimini yaxshi kontrol qilmagan kishilar. Üçüncüsü, yürek kesili bor va vaqtida yürek kesilini bir taraf qilib davolab saqaytmagan kishilar. To'rtinchi, oilada ost xarakterlik börek kasalligi bor kishilar. Ya'ni bu demakchiki, börek zaifligimi ma'lum jihatda irsiy aloyidlikka ega bo'lib, ya'ni oilasida börek zaifligi yoki boshqa börek kasalligiga giribtor bo'lgan kishilarning börek zaifligiga giribtor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi demakchi. Beshinchisi, börek qurilmasi yoki tuzilmasi benormal kishilar. Bularninki ko'pincha tug'ma kasalliklar doirasiga kiradigan bo'lib, ya'ni bu vaqt tug'ilgan vaqtida u börekning qurilmasi benormal bo'lsa, bundaq bu vaqtlar kelgusida, ya'ni cho'ng bo'lgandan keyin börek zaifligiga oson giribtor bo'lishi mumkin. Oltinchisi, uzun muddat og'riq pasaytish yoki börekni zaxmi qiladigan dorilarni iste'mol qilgan kishilar. Mana bular mushu kishilarninki börek zaifligiga oson giribtor bo'lishni keltirib chiqaradigan asosliq omillar bo'lib, bu xil kasalliklar yoki bu xil ahvollar bor kishilar börek zaifligiga oson giribtor bo'ladi. Yuqorida men deb o'tgandagidek, börek zaifligi odatda jiddiy xarakterlik va ost xarakterlik deb ikki xil turga ayriladigan bo'lib, bu jiddiy xarakterlik börek zaifligini qandoq sabablar keltirib chiqardi yoki qandoq kasalliklar bu jiddiy xarakterlik börek zaifligini keltirib chiqardi degan vaqtida, birinchisi shu autoimmune kidney disease deydi. Shu o'ziga qarshi, shu badanning immunitetiniki o'ziga qarshi turadigan bir xil börek kasali bo'lgan vaqtida bu jiddiy xarakterlik
börek zaiflik kelib chiqishi mumkin. Ikkinchisi, ba'zi dorilar va zarlik moddalar börekni qisqa vaqt ichida zaxmlantirgan vaqtida bu jiddiy xarakterlik börek zaiflik kelib chiqishi mumkin. Uchinchisi, badan ig'ir darajada suvsizlangan vaqtida, ya'ni badan masalan ig'ir darajadagi kuyik sababidan ko'p miqdorda suyuqlik yo'qotib badanda ig'ir darajada suvsizlanish bo'lgan vaqtida yoki boshqa sabablar tufaylidan badanda ig'ir darajada suv yo'qotib badan ig'ir darajada suvsizlangan vaqtidami osonla jiddiy xarakterlik börek zaiflik kelib chiqadi. To'rtinchisi, sudik yo'lninki to'silib qilishi, ya'ni sudik yo'lda tosh bo'lish sababidan sudik yo'li to'liq to'silib qolgan vaqtida sudik sirtqa mang'anmay börekning ichki besimini yuqorilatib o'tib jiddiy xarakterlik börek zaiflikni keltirib chiqarishi mumkin. Beshinchisi, kontrol qilinmagan yurak kasali. Oltinchisi, bir taraf qilinmagan jigar kasalliklari. Bularning hammasi shu börekniki qon aylanishiga yoki börek ziyon qiladigan ba'zi moddalarniki vaqtida sirtqa chiqarib tashlanmaslik sababidan bu jiddiy xarakterlik börek zaifligini keltirib chiqarishi mumkin. Undaqda bu ost xarakterlik börek zaifligining sabablari nima yoki qandaq ahvol, qandaq kasalliklar ost xarakterlik börek zaifligini keltirib chiqardi degan vaqtida men yuqorida deb o'tgandagidek, birinchisi diabet kasali bo'libmi bak uzun muddat yaxshi kontrol qilinmagan diabet kasali bu ost xarakterlik börek zaifligini keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi, yuqori qon besimi, ya'ni qon besimi normaldan oshib ketgan vaqtida va yoki bu qon besim normal kontrol qilinmagan vaqtida börekninki qon ta'minotida ig'ir o'zgarish bo'lib bu ost xarakterlik börek zaifligini keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi, ko'p xaltiliq börek kasali, bu kasalliklarning bir qismi tug'ma bo'ladi. To'rtinchisi, börek sharchisi kasali. Beshinchisi, lupus kasali. Bu kasalliklarningki ko'pinchisi ost xarakterlik kasalliklar bo'lib, bu kasalliklar vaqtida bir taraf qilinmagan vaqtida vaqtning o'tishi bilan insonlarda ost xarakterlik börek zaifligini keltirib chiqarishi mumkin. Undaqda bu börek zaifligininki kasallik alomatlari nimalardan iborat yoki börek zaifligi bo'lgan vaqtida qandaq kasallik alomatlari bo'ladi, biz uni qandaq bilamiz degan vaqtida bu ni odatda doktorga berib tekshirsa, buni diagnoz qo'ymoq nihoyatda oson. Ammo bemorlarda dastlabida alohida ko'zga ko'ringandek undaq kasallik alomatlari bo'lmasligi mumkin, ammo börek zaifligi taraqqiy qilib ma'lum bosqichga yetgan vaqtida tuvandikidek kasallik alomatlar ko'rilishi mumkin. Birinchisi, haddidan ziyoda charchash, og'riqlik his qilish. Ikkinchisi, ko'ngli aynish, qusqisi kelish. Uchinchisi, qoymoqish yoki zehnini markazlashtirolmaslik. olmaslik. To'rtinchisi, badanda bo'libmi qo'l, pochoq va yuz atrofida suvliq ishiq paydo bo'lish. Beshinchisi, kichik tarat miqdori dastlabda ko'payish, keyin ozlab ketish. Bo'libmi shu sudik miqdori 24 soatlik sudik miqdori davomliq shu 800 millilitrdan kam bo'lgan vaqtida bu börek zaifliginiki dastlabki ifodalari hisoblanishi mumkin. Börek zaifligi ig'irlashgan vaqtida 24 soatlik sudik miqdori balkim 100 millilitrdanmi tuvan bo'lishi, hatto sudik faqatla to'xtab ketishi mumkin. Oltinchisi, pay yoki muskul tortishib qilish. Yettinchisi, teri qurg'oq bo'lish yoki qichishish. Sakkizinchisi, ishtahosi nachar bo'lish, yemekliklar
metal tetish, ya'ni aslida burun ta'mlik tetadigan yemekliklarmi ig'izga faqat tetimaslik yoki metal tetish. Mana bular börek zaifligininki kasallik alomatlari bo'lib, agarda bu alomatlarning bir ya bir nechasi ko'rilgan vaqtida bo'libmi bak sudukninki miqdorida ko'z ko'rinarlik o'zgarish bo'lgan vaqtida biz cho'qim doktorga berib tekshirtib beqishimiz, börek zaifligi bormi yo'qmi uni aniqlashimiz kerak. Chunki har qanday kasal, mayli börek zaifligi bo'lsin yoki boshqa har qanday kasal bo'lsin, qancha burun diagnoz qo'yilsa, qancha burun davolash ilib berilsa, uniki unumi shuncha yaxshi bo'ladi. Börek zaiflikni bir taraf qilish. Ya'ni agar insonlarda börek zaifligi bo'lgan bo'lsa, uni qandoq bir taraf qildi degan vaqtida börek zaifligini bir taraf qilish va davolash uning kelib chiqish sababi va ig'irlik darajasiga qarab farqli bo'lib, ular tuvandagi davolash usullarini o'z ichiga oladi. Birinchisi, börek zaifligini keltirib chiqargan ost xarakterlik kasalliklarni konkret kasallik ahvoliga asosan vaqtida bir taraf qilish va davolash. Bo'libmi jiddiy xarakterlik börek zaifligi ni keltirib chiqargan kasalliklar vaqtida davolangan vaqtida bu börek zaifligining mangulik bo'lishining oldini olg'ili, texmi yomon oqibatlardan saqlanғili bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, dori bilan davolash, suduk mang'uzish. Bu faqatla vaqtliq bir taraf qilish usuli bo'lib, agar bu börek zaifligi ost xarakterlik börek zaifligi bo'lsa, bu masalani hal qila olmasligi mumkin. Ammo jiddiy xarakterlik börek zaifligi bo'lsa, bu dori bilan davolash, suduk mang'uzish orqali börekninki asliga kelishga belgilik sharoit yaratib bergan vaqtida balkim bemor texmi ig'ir oqibatlardan saqlana olishi mumkin. Ammo ost xarakterlik börek zaifligida bu dori bilan davolashniki unumi faqatla vaqtliq bo'lib, u masalani hal qila olmaydi. Uchinchisi, dializ qilish, ya'ni qon tozalash. Bu shu börek zaifligini davolaydigan emas, balki börek zaifligidan kelib chiqqan badandagi zararlik qoldiq moddalarning ishib ketishini hal qiladigan muhim bir davolash usuli bo'lib, ko'pincha kishilar mushxil davolash orqali hayotini uzun muddat davom qila olishi mumkin. Ammo bu xil davolash haftada 2-3 qitim ilib berilish kerak bo'lganligi uchun bundaq kishilarniki hayotining sifati to'van bo'ladi, yiroqlarga boramasligi mumkin. Shunlashqa ba'zi kishilar hayotining sifatini yuqori ko'tarish, normal hayotini davom qilish uchun eng oxirida börek almashtirishni tanlashi mumkin. Ya'ni börek zaifligini davolashning 4-xil usuli börek almashtirish. Amandaqda bu börek zaifligining oqibati qandaq bo'ldi degan vaqtida birinchisi, agar dializ qilish, ya'ni qon tozalash qilmasa yoki börek almashtirilmasa, bemor faqat bir necha kun yoki bir necha hafta yashay olishi mumkin. Ya'ni kasallik ahvoli ig'ir bo'lsa, bir necha kun, ya'ni suduk faqatla to'xtab ketgan bo'lsa, bir necha kun, agar yana suduk bor, lekin miqdori oz bo'lgan bo'lsa, bir necha hafta yashay olishi mumkin. Ikkinchisi, agar bemor vaqtida izchil dializ qilish ilib borsa, ya'ni qon tozalab tursa, taxminan 5 yildan 10 yil yashay olishi mumkin. Uchinchisi, agar bemor börek almashtirsa, börekning mos kelish darajasi yuqori bo'lsa, operatsiya muvaffaqiyatli bo'lsa, taxminan
12 yıldan 20 yıl yaşayalışı mümkün. Eğer bemar almashtırgan börek yaxshi mos kelmagan bo'lsa, qayta börek almashtirishga yoki dializ qilishga, ya'ni qon tozalashga majbur bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bemorninki umrninki qandoq bo'lishi, qancha uzun bo'lishi birisi mush almashtirgan börekninki mos kelish ahvoliga bog'liq bo'lsa, yana birisi operatsiyaning muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligiga bog'liq. Bo'libmi bak, mush almashtirgan organ, ya'ni börek qancha yaxshi mos kelgan bo'lsa, bu operatsiya qancha yaxshi ilib berilgan bo'lsa, bemorning umri shuncha uzun bo'ldi. Aksincha bo'lgan vaqtida qisqa bo'ladi. Yuqorida men deb o'tgandekdek, bu börek zaifligi bizninki hayotimizga bevosita tahdid elib keladigan ig'ir kasalliklarning biri bo'lib, uni davolashda börek almashtirishga yoki qon tozalashga to'g'ri keladigan bo'lganlik uchun bu börek zaifligininki oldini olish nihoyatda muhim. Ya'ni biz hayotimizning oxirgi bosqichlarini nurg'un qiyinchilik yoki jafo ustida o'tkazmayli desak, cho'qim biz bu börek zaifligininki oldini olishga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Undaqda bu qandoq qilgan vaqtida börek zaifligining oldini olg'ili bo'ldi degan vaqtida, birinchisi börek iqtidorini tekshirib turish, agar masala bayqalsa vaqtida bartaraf qilish. Ikkinchisi, agar diabet kasali bo'lsa, uni yaxshi kontrol qilish. Bo'libmi bak, hozir diabet kasalini davolaydigan usullar uzluksiz taraqqiy qilyotidi. Biz faqat uni ovorchilik ko'rmay, farz tutishga tegishli tomoqlardan farz tutib qilsak, biz diabet kasalini uzil kasal saqaytolmagan taqdirdami uni yaxshi kontrol qila olishimiz mumkin. Uchinchisi, qon besimini normal doirada kontrol qilish, yuqori qon besim bo'lsa, vaqtida davolash. Bumi o'xshash bo'lib, ya'ni garchi yuqori qon besimiga ega bo'lgan insonlarni talto'kis davolab saqaytish mumkin bo'lmasmi, biroq hozir mavjud dorilar orqali qon besimini yaxshi kontrol qilg'ili bo'lishi, uzun muddat qon besimininki qayta yuqorilab ketishning oldini olg'ili bo'lishi mumkin. Faqat bemor uningga yetarlik e'tibor berib, shu dorilarni vaqtida ichib tursa, bumi bir taraf qilish tas bo'lmagan bir kasal. Afsus, nurg'un kishilar o'zida kasal alomatlari bo'lmagandila mening qon besimim saqaydi deb qarab, qon besimini kontrol qiladigan dorilarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Bu keyingi yomon oqibatlarninki asosli sabablarining birisi. To'rtinchisi, tamaki chekmaslik yoki tamakini tashlash. Beshinchisi, oqsil va natriy miqdori yuqori yemakliklarni ko'p iste'mol qilmaslik. Bo'libmi bak, shu oilasida börek zaifligi va yoki boshqa börek kasali bor kishilar bu oqsil va natriy miqdorini belgilik doirada yaxshi kontrol qilishi nihoyatda muhim. Oltinchisi, yetarlik suv ichish, ya'ni usuzliq ichish, badanning ig'ir darajada suvsizlanib ketishdan saqlanish. Yettinchisi, börekda tosh bo'lsa yoki ost xarakterlik börek kasali bo'lsa, uni vaqtida davolab saqaytish yoki yaxshi kontrol qilish. Sakkizinchisi, börekni zaxm qiladigan dori yoki ximiyalik moddalardan yiroq turish, ularni amal bor ishlatmaslik. Biz mushlarga alohida diqqat qilsak, bu börek zaifligining butunlay oldini ololmagan taqdirdami, uningki yuz berish ehtimolligini belgilik darajada to'valta olishimiz mumkin. Bugungi bu börek zaifligi va uning sabablari degan leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat.
Alloh hammamizning tenini salomat, ömrni uzun qilsin. Xayri xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.